Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Bugun Tojikiston, O'zbekiston, O'rta Osiyo xalqlarining do'stligini mustahkamlantirish mushtarak tashabbus guruhi yana dunyodagi terrorizm, ekstremizm, korrupsiyaga qarshi tashabbus guruhi shu 9-may xotira qadrlash kunida bugun men guruhi rahbari Aslonov Toshkentning ona haykalida oldiga keldim. Bu haykalni oldida tashabbus guruhimizning nomidan sizni shaxsan O'zbekiston xalqini, O'zbekiston ikkinchi javob urushga borgan veteranlarni, Afg'onistonda borib bandalmichi qarzni bitirgan jangchilarning, O'zbekiston konstitutsion tuzumini himoya qilgan qahramonlarning va jami o'zbek xalqini bu xotira qadrlash kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Allohdan nima so'rayman? O'zbek xalqi hamisha Xudovand Karim bergan yaxshi xalq bu. Hamisha bosh osmonda bo'lsin. Hammasi sihat salomat bo'lsin. Xudovand Karim o'zbek xalqi boy bo'lsin, davlati boy bo'lsin. Iloyo bu o'zbek onasi boshqa urushni ko'rmasin. Mening maqsadim nima? Shukrona qilamizki, siz tufayli Shavkat Mirziyoyev bu qadrlash, xotira qadrlash kunlar bu yaxshi o'tyapti. Qadrlarni o'tganlarni bu sizni hammasining xizmatlaringiz. Mana ko'ring. Bu mana bu yonyapti. Bu hammasi bu nima ravz? Sizning g'amxo'rligingiz shu o'tganlarni qadrlash uchun shundaqa haykallar qurib, mana shundaqa onani ramzini ko'rsatyapsiz. Bu hammasi sizning g'amxo'ringiz. Yana Allohdan tilaymizki, O'zbekiston osmoni sof bo'lsin. Mana hozir O'zbekiston dunyoda mashhur bo'ladi-ku, O'zbekiston bir vaqtlar город xleb. Endi hozir O'zbekiston dunyo xalqni do'stligini deyapti. Mana yaqinda Samarqandda 2 marta jahon rahbarlarining uchrashuvi bo'ldi. Bu hammasi sizning sharofatingiz. Sababi O'zbekiston tinch davlat. Shu uchun Allohdan tilaymizki, bizning do'stligimiz, tinchligimiz abadiy bo'lsin. Iloho Xudovand Karim bizning xalqimizni, sizni har baloy, har qazodan saqlasin. Iloho Xudovand Karim O'zbekiston boshida osmoni hamisha sof bo'lsin.